Mana bir Allohning mo'jizasi. Biz insonlar 4 etaj, 3 etaj, 2 etaj qilib yashayotganmiz. Mana zombirlar ham 5 etajli qilib uy solibdi. Bu zombirni uyasi ekan. Kichkinachasi 1-chi etaj, 2, 3, 4, 5. 6-chi etaj kirishacha yopib qo'ygan. Uni ham o'zlari loy bilan tom shuvoqdek qilib mana chiroylikgina qilib yopib qo'ygan. Bu yerga g'ishtni kavoq qilgan birinchi tuprog'ini chiqarib tashlab, shunday qilib svayaklarini qarang, stoykalarini qarang, bir-birini ishlab turishini. Mashalloh. Bu voqada mana o'zi jon berganlari bor ekan uyasida. O'lganlar ustalarmi, endi qariyalarmi? Mana shunday gaplarni. Shunday san'at asarini ham yo'q qilyapman. Buyuradi usta yo'q qilyapti asta-sekinligini.